Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Gollandiya şoförlük pravisi nazariya dərsimizə xoş gəldinglar. Bugün 29-cı dərs Verkehrsborden, yəni qatnaş taxtalarının ikinci bölümünü öyrənib ötümüz. Biz ötən saatlik dərsdə aldınғы 5 türdəki qatnaş taxtalarını öyrənib ötkendik. Bugün axırdakı 3 tür, yəni agahlandırış taxtaları, yoldaki qatnaş hərəkətlərini göstərən taxtalar və uçur taxtaları. Aldıdan agahlandırış taxtaları. Yəni agahlandırış taxtaları, yəni Waarschuwingsborden dep. Yəni bu taxtaların hamısı müştədətdə qızıl 3 bulunun içində keladi. Bu qızıl 3 bulunun içində bizni şu xətərdən agahlandırıb gələn xətər oldu. Şunun içində məlum bir rəsmlər var. Şu rəsmlər bizni şu bir əhvaldan agahlandırıb gələn oldu. Normalda imtahanga muşa taxtalar jiqraq chiqib qoldi. Şun bu taxtalarning hammasini bir-birlab Uyg'urcha tarjimasini yozib qo'ydim. Şunu bu darsni mushu videoni to'xtatib turib, mushu har bir taxtaning nomerini Uyg'urcha gollandchisini, Uyg'urchasini silishtirib turib o'rganib olsanglar yaxshi bo'ldi. Rasm qarab ko'pincha allarda hammasini tushungil bo'ldi. Lekin imtihanga bir taxtini berib, masalan, bu taxta hozir sizni nimada agahlandırib kelyotidi deb A, B, C 3 javobni berib, hammasi golland tilida kelganligi uchun shunga shunga mos holda gollandcha so'zni bilib olishinglar muhim. Masalan, birinchi taxta, ya'ni Y01 taxta, ya'ni silaht vaqtdak, ya'ni silaht nachar vaqtdak yo'lninki qurilmasi, yo'l yuzi. Yani yol teksi emas, yolun kurulması nachar, yani yol o'ng'ul-do'ng'ul rasmda ko'ralaysizlar. Andama Y02'da mesela Bochtnar rechts, yani hozir oldingizda o'ng tarafga qayriladigan, o'ngga egiladigan yo'l var. Diqqat qiling deb shundan ogohlantirib kelmoqchi. Ammo u davondan tushish va davonga chiqish, şu tushish va chiqishni obdan farqlantirishni bilinglar. İmtihanda agar rasm kelib qolsa, chiqishni tanlayman deb tushishni tanlayman deb chiqishni tanlab qo'ysanglarmi, yana ham xato bo'lib qoldi. Yana davondan tushish va davon xafarlik daling tushish. Yani rasmdan qarasanglar, mana tushayotgan shaklda, ikkala rasm qarasanglar, ikkisi tushayotgan shaklda his qilishinglar mumkin-ku. Lekin şu rasmning yo'linishi obdan diqqat qilinglar. Andima o'ng tarafdagisi davonga chiqish. Ya'ni bu shu oldingizda işte yo'lninki davon shaklidagi yo'l bor egizilgan qismi yoki tushadigan yo'l bor deb ogohlantirish kelgan. Normalda Gollandiyaning yo'llari bek taksi tuzg'u, bunda davonlarmi bek az uchraydi. Yani bunda davonlar, yani Istanbulning yo'llari haqiqatan mushta davonlar bek jiq, yani Gollandiyada az uchraydi. Muşlarning hammasi boxt, yani qayrilmadan so'lga egildigan, o'ngga egildigan, ya boshda o'ngga egilib keyin so'lga egildigan har xil aylanma egimi yo'ldan bizni ogohlantirib kelgan taxtalar. Ondan xatarlik davon, buni boya o'rgangandik. Ondan Y08, ya'ni 3 bulunning ichida xato belgisi bo'lsa, yani oldingizda xatarlik kesishma yo'l eg'izi var. Yani o'ng tarafdan, so'l tarafdan qatnash keladigan kesishma yo'l eg'izi var. Diqqat qiling deb ogohlantirib. Bunda taxtalarni odatda, masalan, bir yo'llar bo'ldi. Biz u yo'lda balkim daraxtlar bo'lishi mumkin va yoki binolar bo'lishi mumkin, uylar bo'lishi mumkin. Shu binolardan, shu daraxtlarning sababidan biz o'ng tarafdan, so'l tarafdan keladigan masalan velosiped yo'llari bo'ldi-ku. Onda velosiped yo'llarini ko'rolmasligimiz mumkin. Faqat uni shu yo'lning oldiga kelganda ko'ra olishimiz mumkin. Shu işte ahvol ostida shu yo'ldan bir 50 metr, 100 metr burun mush taxtini berish orqali diqqat qiling, oldingizda işte bir xatarlik kesishma yo'l eg'izi bor deb bizni ogohlantirdi. Biz shuning asosan mashinamizning suratini ostiltib, agar shu kesishma yo'l eg'izidan navbat kerak tuyuqsiz bir qatnash chiqib qolsa, yo'l o'raman, agar yo'l o'rishga tegishli bo'lsa va yoki bizga yo'l o'rish tegishli bo'lib qolsa,
Hem bizni mi kömək qilishi mumkin chu qatnash. Şuna alayda diqqat qiling deb berilgan taxtalar. Anda ma'lum oldingizda diqqat qiling, oldingizda aylanma bor deb ogohlantirgan taxta. Anda ma'lumlarning hammasi temir yo'l yoki tramvaydan ogohlantirgan taxta. Anda ma yay 10 bilan yay 11 ma ikki taxtani cho'qim farqlantirishi birisi to'saqliq temir yo'l eg'izi, birisi to'saqsiz. Ya'ni ma poyezdning rasmi bor, is chiqib turgan. Buningda shu poyezd yo'li bor, lekin hech qanday to'saqmi yo'q, biror poyezd bekitimi yo'q, hech nima yo'q. Şunu bunu endi maliki ma onun yanındaki temir yol poyez yolu var lekin to'saq var. Şu muş ikkisini çoğun farklı bazı imtihanga muş ikkisini birib qaysi to'saqliq, qaysi to'saqsiz deb so'raydigan ahvollar chiqib qoldi. Endi mavi tramvay kesishma yo'l eg'izi, ya'ni oldingizdagi kesishma yo'lda tramvayim bormi diqqat qiling deb bildiryapti. Endi mavlar Mesela yay 15, yani büyük bari bürük, yani erkekcan körük de bazı körükler var, içilip yapıldığan. Şunda körük var da bildirvatıdı, andan kuruluş kılvatıdı veya ki yol kiçikledi veya ki yolun on taraftaki kısmı taraydı, sol taraftaki kısmı taraydı edip işte ahvallardan agahlandırıp gelgen taxtılar. Andan yana ma'nodagi diqqat qiling yo'ldan kichik bolalar o'tib qolishi mumkin. Diqqat qiling piyoda oldingizda piyodalar yo'li bor. Ana slip xifar yani yo'l tiyilg'a diqqat qiling debchi. Shunga mushu taxtalarni sizlar o'rgangandan keyin bundagi yo'lga manganda diqqat qilib mangsanglar, shu masalan mush taxtadan keyin piyodalar diqqat qiling degandan keyin cho'qim bir piyodalar yo'li borchu. Yani har qanday bir taxtadan keyin bir ahvol bor bizni ogohlantirib turgan. Shunga hozirdan boshlab agarchi mashina haydamasanglarmi, lekin mush taxtalarga diqqat qilib deb yo'lni kuzatib mangsanglar, inshaalloh rasmiy rolning keynida o'ltirgan vaqtida taxtalarga diqqat qilishinglar, taxtalarni tushunishinglarga tixim yaxshi foydasi borchu. Rasmiy rolning keynida o'ltirgan vaqtida inson diqqatni ham mashina qaratish kerak, ham yo'lga qaratish kerak, ham yo'ldagi qatnash vositalariga qaratish kerak. Endi bu mashina haydash diqqatni hamma yerga tang chechishni talab qiladigan bir mashg'ulotchu. Shunga hozirdan boshlab mening sizlarga tavsiyalarim hozir mashinaning keynida, rolning keynida o'tirmasanglarmi, lekin yo'l manganda, mayli velosipedda, mayli avtobusda bo'lsin, shu qatnash taxtalarining hammasiga diqqat qilib mangsanglar, keyin inshaalloh rasmiy mashina haydashni boshlagan vaqtida diqqatinglarni hammaga tang chechishda yaxshi muvaffaqiyat qozona olasizlar. Endi keyingi taxtaga keldik, ya'ni diqqat qiling piyodalar oldingizda piyodalar bo'lishi mumkin yoki velosiped o'tab qilishi mumkin deb ogohlantirgan taxta. Anda undan keyingisi Loslichende Steinen, ya'ni yo'lda shig'il tashlar bor, diqqat qiling. Va yoki bir to'sma bor, to'sma yo'liga diqqat qiling, ya'ni agar uni diqqat qilmasak, udul mashina suvg'lam tushib ketadi degan gap va yoki yovvoyi hayvonlarga diqqat qiling degandek taxtalarchu. Mush to'sma yo'lini degan vaqtda o'tgan yili balkim hammanglar anglagan bo'lishinglar mumkin. Gollandiyada bir qatnash voqeasi yuz berdi. Bir Marokkan oila mushta dada, ana, ikki farzand, 4 odam mashinada kechda to'ydimmi, yenib ketayotgan vaqtda mushta bir to'sma yo'li bor ekan tuqchu. Lekin u qorong'uda ham kechida. Alloh tarafdan kelgan qazo, lekin mushta to'sma yo'liga yaxshidan qolsa ham to'smaga tushib ketib daryogacha. Keyin 4 laylanning vafot bo'lganligi xabari chiqib butun Gollandiyada xili keng tarqalgan xabar. Shu qisqasi yo'ldagi har qanday bir qatnash taxtalariga diqqat qilib minishninki foydasi biz uchun cho'ngchu. Endi bu taxtalarni bekor qo'yib qo'ymagan. İşte bir shu ahvollar sababidan bir voqea kelib chiqqanlik uchun yoki boshqa sabablar tufaylidan taxtalar bilan bizni ogohlantirib turgan. Shunga yo'lda har vaqt qatnash taxtalariga qarab, mushta bir ogohlantirgan taxtalarni ko'rgan vaqtda alayda diqqat qilib haydash o'zimizning bexatarlik uchun to'liq foydali. Andan yana masalan ma'nodek buni yo'ldan o'tadigan mol chorvalarga diqqat qiling. Qarshi tarafdan keladigan qatnashga diqqat qiling.
yoki past uchadigan aeroplanlarga diqqat qiling deb, masalan, maxsus aerodrom tarafidan mashina haydab minib qolsangiz, masalan, Schiphol shu taraflarda shu aeroplan past uchadigan, aeroplan past uchgandan keyin aeroplanning ovozini pek aniq anglanadi. Unda ahvol ostida shu hargizmi aeroplan past uchib bizning mashinamizga tegib ketadigan ishlar bo'lmaydi, lekin işte past uchib qo'zg'algan vaqtda yoki tushgan vaqtida aeroplanning kuchli ovozidan inson cho'chib ketib, rolning keyinida o'tirgan keyin cho'chib ketib, boshqa bir harakatlarni qilib qo'yishimiz mumkin-ku. Mushta bir ahvollardan ogohlantirib kelgan. Anda manadek 31 numaralık taxta, masalan, to'g'ri shamolga diqqat qiling. Masalan, ba'zi yo'llar bo'ldi, shamolninki yo'linishi, shamol chiqqan vaqtda bekroq ta'sirga uchraydigan degandek. Andan oldingizda qatnashchilarga diqqat qiling, yoki oldingizda qatnash qistonchiligiga diqqat qiling. Ma taxtalar 34 numaralık taxta, ya'ni qatnash vaqasi diqqat qiling. Masalan, qatnash vaqasi bo'lgan bo'lsa bir yerda İşte matrik sportda elektronlik taxtada muştu bizni ogohlantirib nim qildi. Va yoki ba'zi ahvollarda masalan yomg'ir bek yig'ib ketdi yoki qor yig'ib ketdi. Shunda ahvol ostida biz yoki bek tumanliq havo oldimizdagi mashinani yaxshi ko'rolmaymiz. Shunda ahvoldan bizni ogohlantirib, ya'ni ko'rish nachar, bunda ahvol ostida qildigan ishimiz avtomobilning orliqiningki yetarli orliq saqlashga diqqat qilamiz. Anda qish vaqtlarda mesela manadek yo'l yuzi muz tutib ketgan bo'lishi mumkin. Siyliq diqqat qiling, teyilib ketishning oldini eling degandek mushta taxtalar. Ondan yana ondan bu ichida undash belgisi bor taxta. Normalda bu taxta shu bir xatarga diqqat qiling deb doim tigida qanday xatar ekanligi keldi. Masalan, endiki qarasanglar tigida yana ot haydaguvchilar bor ekanchu. Endi demakchi o'g'ni, ya'ni mush yo'ldan, mush taxta uchirgan yo'lda, mushta ot haydaydigan odamlar o'tib qoladi, diqqat qiling demakchi. Endi bunda ot haydaguvchilar nima diqqat qilamiz degan vaqtda, yana mushta ot haydagan odamning yenidan mashinaning bek yuqori tezlikda o'tib ketib qolsak, ot cho'chib ketib, uchoqda at cho'chib ketganlikdan mashinaga bizning bexatarligimizga nima qilgan bir harakat qilib qilishi mumkin-ku. Anda men yandik taxta qarasanglar diqqat qiling deb ostida velosipedning rasmi beribdi. Ya'ni bu yo'ldan velosiped minguvchilar har ikki tarafdan keladi debchi, shu uningga diqqat qiling demakchi. Anda men 38 numaralık taxtada yo'l yuzi egiz, ya'ni surat ostiltish to'piligi va shuningga diqqat qiling deydi. 39 numaralık taxtada yani hareketchan elektronlik törük deb. Yani mesela normalda köpünçe şehirlerdeki sintrum, şehirning merkezi bütün marketlar toplaşkan yerga muşta bir törük qo'yib qo'ydi. O törük adet hareketchan törük. Ba'zida ichildi, ba'zida yerga tushib, yerning yuzi bilan tangib ketadi, ba'zida yerning yuzidan ko'tarilib turadi. Yani şunda nimalarga diqqat qiling demakchi. Yani normalda mesela ba'zi yo'llarda faqat avtobusla mangsi bo'ladigan yo'llarga işte törük qo'yib qo'ydi. Avtobus kelgan vaqtda törük o'zi pastlaydi. Lekin biz unday yo'lda mingish ijozatimiz bo'lmay qolib qolsa, biz kelsakmi törük pastlamaydi-ku. Shuni diqqat qiling demakchi. Yani qisqasi mush ogohlantirish taxtalari mushular. Buni hamma taxtalarninki Uyg'urcha tarjimasini yonga burib qo'ydim. Shunga mushu videoni to'xtatib turib, Uyg'urcha tarjimasi bilan yenidagi qo'llanchi xatini silishtirib turib, o'rganib olishinglarni tavsiya qilaman. Endi keyingi taxtaga o'taylik, yana 7-turdagi taxtalar yo'ldagi har xil qatnash harakatlarini ko'rsatadigan taxtalar. Bu qanday taxta deganda, shunda masalan Harlemga 23 kilometr qaldı. Amsterdamga 34 kilometr qaldı degandek muşta kilometr sonini qilib beradigan va yoki qanchinchi nomerliq tez suratli tosh yo'lda ketib boramiz, shuni ko'rsatib beradigan va yoki men oldingizda mashina to'xtash maydoni va restoran bor, may qachalash punkti bor deb qisqasi bizga ma'lum bir uchurni bildirib kelgan, mush yo'ldagi harakatlar to'g'risida bildirib kelgan taxtalar. Bu taxtalarni tushunishmi bek ta'sir emas deb o'ylayman. İmtihonga chiqib qoladigan savollar mush taxtalarda
Məsələn, meyətki K11 numurluq taxta qarasаңlar, məsələn, Den Haag, Woerden dep var, andın Utrecht. Yəni, imtihan qanday şəkil çıxıb qaldı degan vaqtida, məsələn, siz hazır Den Haagqa barmoqchi, eng chetdiki o'ng tarafdagi yo'l deydisangiz bo'lamdi deb. Lekin taxtda qarasanlar, eng chetdiki o'ng tarafdagi yo'l hozir bu yo'l Utrechtga boradi ekan, ham ayrilib ketadi ekan. Shu Den Haagqa boramiz desak, o'sha Den Haag degan yerning istilgisi ko'rsatilgan mashina yo'liga kirishimiz kerak-ku. Yani qısqası muşta taxtadan tushunamamdi, tushunamamdi deb muşta savollarni so'rab qo'ydi. Lekin bunda taxtalardan imtihon savollari oz chiqdi. Ondan eng oxirdagi taxtalar uchur taxtalari, bizga ma'lum bir uchurlarni bergan. Sizlar rasmda ko'rgandek, mana oldingizda nima bor? Piyodalar yo'li va yoki avtobus bekiti bor degandek taxtalar. Va yoki ma'nodek mana yo'lda 3 ta mashina yo'li bor ekan, lekin eng chetdagi yo'l hozir men ikkinchi mashina yo'liga qatilib ketadigan, shu yo'l 2 bo'ldi ekan, shuningdek taxtalar. Yoki mana 3 ta yo'l bor degandek taxtalar va yoki men tonelning uzunligi 17 kilometr bir tonelga kirishdan burunchi. Va yoki qanchalik oraliqda Fluchthafen, ya'ni bir jiddiy ahvollarda mashinamizni to'xtatib turadigan yerlar va mushta yerdan burun bizga yo'lda taxtalarni ko'rsatib uchirverdi-ku. Yoki nerede ciddi bir ahvolda telefon uradigan telefonlar bor degandek qisqasi bizga ma'lum bir uchurini bildiradigan taxtalar va yoki ma'nodek nerede o't o'chirish tungi bor, tonellarning ichida masalan eng yaqin chikitish ig'izi qayerda degandek. Shunga o'xshash bizga ma'lum bir uchurlarni beradigan taxtalar. Muşlar şu, bütün uçurunu beradigan taxtalar. Masalan, korte info stroke, yani info qiladigan bir tezroq tash yo'lga qitiladigan yo'l qisqa degandekchi. Endi bu taxtalarni biz imtihon savollarini ishlash jarayonida keyingi qitimliq darsimizda maxsus mushu qatnash taxtalariga doir o'lgulik imtihon savollarini ishlaymiz. Shu vaqtda bu taxtalarni inshaalloh tiximubek pishiqlaymiz. Ma'qulimsa bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Keyingi qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.